Arzon bozor degan joyda bitta qiz pigoti qilar ekan. Ko'rib rosa yegim keldi-yu, lekin yangi yo'ldan yetib borguncha o'zimni pigotim chiqib qolmasin deb uyda tayyorlardim. Pigotini koreyslarning o'zi ham bilmaydi deyishadi. 10 yildirki pigoti deb taniganman va har doim shu usulda tayyorlayman. Oranglarda mabodo homiladorlar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Chunki o'zim ham 3 ta homiladorligimda ham pigotiga boshqorong'i bo'lganman. Birinchi bo'lib oddiygina iliq suvdan oshirma xamir tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun lahm go'shtni avval birozgina qovuramiz, keyin esa piyozni solib, yana biroz qovuramiz. Mayda to'g'ralgan karam va ziravorlarni solib, ozgina qovurib, dimlab qo'yamiz. Yaxshilab oshgan xamirni bo'laklarga bo'lib, birozgina unlab yoyib, nachinka solib, tugib, manti qosqon listlariga terib 15 minut oshirib, keyin esa qaynab turgan suvga pishirgan yuboramiz. Pigoti pishguncha o'g'lim enasini ko'rsatib olgan rangli kiyimlarini Ispaniyada ishlab chiqarilgan 56 ta yuvishga yetadigan xushbo'y hidli Bavi professional kir yuvish suyuq gelida yuvib oldim. Jun va ipakdan tashqari barcha matolarga to'g'ri keladi. 25 minutda tayyorgina bo'lgan to'mboqqina pigotilarni ko'rib, voy buncha xamiri qalin deb, xamirini yupqa nachinkasini ko'p qiladigan bo'lsangiz, pigotilaringiz berch bo'lib o'tirib qoladi. Yurechani bosib saqlab olib, pigoti yaxshi ko'radigan do'koningizga jo'natib qo'ying.